sizlarga mana shu stikerlarni olib guruhlarga bo'linglar. Darsga kimlar kelmagan edi? Navbatchi. Demak, darsimizda ikkita o'quvchimiz yo'q ekan. Xo'p, hozir guruhlarni tanlab olamiz. Yosh tartibchilar guruhi bo'ladi. Birinchi guruh, ikkinchi guruh yosh bayramchilar, uchinchi guruh yosh vatanparvarlar. Xo'p, o'quvchilar, guruhlarni bir-biriga niyatlarini eshitamiz. Biz yosh tartibchi o'quvchilari, bayramchilar guruhi o'quvchilariga vatanparvar, xalqparvar, vatan qadrlaydigan o'quvchi bo'lishimiz. Biz bayramchilar guruh o'quvchilari yosh vatanparvarlarga ona yurtini sevuvchi, vatan himoyachisi bo'luvchi, Amurga bunday kuchli, kommunistlar qaysar darsga aktiv qatnashishni istaymiz. Biz yosh vatanparvar guruhi yosh tarixchilarga tilagimiz bugungi darsda yaxshi qatnashib, Qozog'istonni rivojlanishida yaxshi kasb egasini bo'lishini tilaymiz. Xo'p, yaxshi o'quvchilar, mana niyatlarni eshitdik. Men sizlarni hammanglarga bugungi darsimizda a'lo va yaxshi baholar olishinglarga tilak bildiraman. Bugungi darsimizni birinchi bo'lib Qozog'iston tarixi fani bo'lganligi uchun Qozog'iston hududlarini chegaralash karta bilan ishlash bilan boshlaymiz. O'quvchilar, sizlar televideniya orqali, gazeta, jurnallar o'qish orqali Qozog'istonda bo'layotgan yangiliklar bilan tanishib olyapsizlar. Xo'p, qanday yangiliklar bo'layotgan ekan? Kimlar qanday yangiliklarni terdi? Xo'p, Qozog'iston mamlakatida so'nggi qo'ng'iroq 25 mayda chalingan edi. Bundan buyon 2022-2023 yil o'quv yillarida so'nggi qo'ng'iroq 25 may emas, 1-iyun chalinadigan bo'ldi. juda ham yaxshi. Xo'p, Timurod. Qozog'istonda parlamentlar majlisi bo'lib o'tdi. Parlamentlar saylovi 19 mart kuniga o'tkaziladigan bo'ldi. Yaxshi. Qozog'iston davlatimizda avtobuslar 15 yoshdan 18 yoshgacha yosh o'quvchilar, studentlar, ko'p bolali onalar, birinchi guruh nogironlari tekin yurishga tekin yurish haqida qaror qabul qilindi. Juda ham yaxshi. Har doim mana shu yangiliklar bilan tanishib olishimiz kerak ekan. Ana endi darsimizni Qozog'iston hududini joylashishi, qayerda joylashganligi va qaysi davlatlar bilan chegaradosh ekanligini aniqlaymiz. Qani kimlar javob beradi? Xo'p. Qozog'iston 5 ta davlat bilan chegaradosh. Shimolida Rossiya, sharqida Xitoy, janubiy sharqida Qirg'iziston, janubida O'zbekiston, Turkmaniston, g'arbida Kaspiy dengizi orqali boshqa davlatlar bilan chegaradosh. Yaxshi, juda ham. Xo'p, o'quvchilar, biz o'tgan darsimizda Qozog'istonda sanoatlashtirish mavzusini o'tgan edik. Hozir uyga berilgan vazifani issiq o'rindiq orqali savol-javob bilan sanoatlashtirish rejalari qanday amalga oshganligini aniqlaymiz. Qani birinchi guruhga kim chiqadi? Yosh tarixchilardan ustunlar. Ikkinchi guruhga tez chiqolmi? Yana o'quvchi. Savollarimiz qo'yyapmiz. Birinchi guruh. Xo'p, savol qo'yamiz. Sovetlarning 14-syezdida qanday masalalar ko'rildi? Yaxshi. Kurnakov markaziy Qozog'istonda qanday ishlarni olib bordi? Yaxshi. Qozog'istonda temir yo'l qurilishi qaysi hududda olib borildi? Qaysi o'quvchi tayyor ekan? Xo'p, Ozod birinchi tayyor ekan, ikkinchi Farangiz, uchinchi Diana. Birinchi Ozod javob berdi. Akademik Kurnakov markaziy Qozog'istonda mineral boyliklarni o'rgandi. To'g'ri javob. Yaxshi. 1925-yili dekabrda Bolsheviklar partiyasining 14-syezdida sanoatlashtirishni boshlash haqida qaror qabul qilindi. Juda ham to'g'ri, yaxshi. Qozog'istonning Semey, Ko'kshetoq, Qarag'anda, Akmola hududlarida temir yo'l ishlari olib borildi. Temir yo'l qurilish ishlari olib borildi. Sal adashtirgan. Yaxshi. Endi shu sanoat korxonalari qayerda qurilganligini kartada nima qilamiz? Aniqlaymiz. Savol qo'yasizlar. Savollar qo'yildimi? Yo'q. Savollarni qo'yib Shahruzlar. Zangi minologiya sanoat korxonasi qayerga qurildi? Savol tushunarlimi? Issiqlik energiya stansiyalari qayerga qurildi?
20-30 жылдары жүргізілген ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясаты еді. 1926-1927 жылдары шабындық және егістік жерлер қайта бөлінді. Алайда жерді қайта бөлу экономикалық жағдайды жақсарта алмады. Себебі қазақтардың ғасырлар бойы қалыптасып келген дәстүрлі мал шаруашылығының ерекшелігі ескерілмеді. Шабындық және егістік жерлер ауқатты шаруалардан тартып алынды. Тартып алынған жерлер кедейлер мен орта шаруаларға берілді. Бірақ кедей шаруалар жерден бас тартып, бұрынғы иелеріне қайтарып берді. Осылайша бұл шара ауылдағы жағдай көру сәтсіз аяқталды. Кеңес үкіметі тәркілеу саясатын қалай жүргізді? Қазақстан орталық атқару комитеті мен халыққа ірі бай шаруашылықтары мен жартылай феодалдарды тәркілеу және жер аудару туралы декрет шығарды. Бай және орташа байлардың мал мүлкін тәркілеп, мемлекетке өткізу керек деп шешті. Бұл декрет бойынша көшпелі аудандарда 300-ден астам ірі малы барлар, ал жартылай көшпелі аудандарда 300-ден астам малы барлар, отырықшы аудандарда 150-ден астам ірі малы барлар бай қожалықтарға жатқызылды. Алайда жоғарыдан жіберілген бұйрық 2 есе артығымен орындалып, бай мен орташа байлықтардың қатарына шатырлы үйі мен 1-2 аты бар орташа шаруашылық иелері байлар қатарына жатқызылды. Барлық жинап келген мал мүлкінен бір күнде айырылғысы келмей, бір түнде шетел асып көшіп кеткендер де болды. Негізгі соңғы ірі байларға бағытталды. Бірақ елге жіберілген уәкілдер көбінесе орташаларға, кейде кедей шаруаларға да зиян келтірді. 700-дей шаруашылық тәркілеуге ілігіп, олардан тартып алынған 145 мың бас мал кедейлерге бөліп берілді. Ауылдағы байлар мен ауқатты шаруалар кулактарға жатқызылды. 1930-1931 жылдары республикадан тыс жерлерге 6800 адам жер аударылып, қазақ жеріне тәркілеуге ұшыраған 180 мың кулак қоныс аударып келді. 1927 жылда Қазақстанда 15-ci съезд өткізілді. Ауыл балгерлік хақында үйдегі карта асасында мағлұматтарны сілер еткіземін, сілер şu mağlumatlarını gerekli şeylerini yazıp arasınlar. Demek, Kazakistan'da cemalaştırış işlerini alıp alıştı. Asasen qaysi hududlarda alıp varıldı. Janubiy hududlarida Kazakistan'ın ko'proq, chunki iqlim ana shu jamoalashtirish ishlarini olib borishga ma'lum edi, moslashgan edi. Tushunyapsizlar? Demak, bundan tashqari jamoalashtirish ishlarida yakka xo'jaliklar nima qilindi? Kulaklardan, boylardan tortib olina boshladi. Hozir video hududida ko'rdinglarmi? Bak, bu nima qilindi? Oddiy xalqqa nima qilib berildi? Bo'lib berildi. Xalq endi ana shu berilgan yerlarda qanday ishlarni olib bordi? Dehqonchilik ishlarini olib borishdi. Xo'p, tushunarli bo'lsa savollar karta bilan ishlaymiz. Savollar beraman, to'p asollari chiqib javob beradi. Birinchi savolimiz, eshitinglar. Qozog'istonda jamoalashtirish yillarida xalq qo'zg'olonlari bo'ldi dedik. Xalq qo'zg'olonlari qayerda bo'ldi? Qaysi o'quvchilar chiqadi? Kim chiqadi? Yillarida xalq qo'zg'olonlari, noroziliklar paydo bo'ldi. Bu shimolda Qustanay hududlarida, To'rg'ay hududlarida, g'arbda, G'arbiy Qozog'iston hududlari, Guryev hududlarida, janubda Qazali, So'zaq, Turkiston, Chimkent, Avliyoota hududlari, sharqda Olmota hududlarida bo'lgan, shimoliy sharqda O'zkemen, shimolda Pavlodar hududlarida bo'ldi. Tushuninglar? Ana endi qaysi hududlar ekan? Kim chiqib ko'rsatadi? Bu munofiqning boshqa hududmi?
Qozog'istonda jamoalashtirishga qarshi dehqonlar qo'zg'oloni bo'lgan hududlar. Janubdan boshlaymiz. Janubda Janubdan. Janubda Shimkent, Avliyo Ota, Turkiston hududlarida bo'ldi. Shimolda va sharqda Qarang, ochisi qahramon. Mana shimolda To'yvoy, Bo'stonliq,